Lidar qo'yilgan abmanka bu gibrid ekan, ko'rinib turibdi. Ikkitadan multimedia, ba'zi 3 ta ekan. Bo'lmasa do'stlar. Toza deyishyapti, lekin buni ham tekshirib olish kerak. Chunki zo'r men chiqaradigan ham chiqara olmaydim. Yo Max emas ekan, bu даже Max ham emas ekan. Cherryni ko'ryapsizlarmi? Cherrylar rosa ko'paydi. Bu o'sha o'zimiz Jizzaxdan ishlab chiqarilayotgan cherrylar. Vizualni ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi yomon emas. Bob qo'shilgan ekan. Asosiylardan bittasi mexanический. U mexanический ham bo'larmikan? Katta oldini ko'ramiz. Xo'p, 20 daqiqalik sizlar uchun obzor. Ya'ni unaqangi voy aytib bunaqa beti bunaqa emas. Konkretni obzor qilib beraman. Buni obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayrli kun aziz do'stlar. Bugun mana navbatdagi mashina bozoridagi syomkalarimizni qilamiz, lekin ko'rishinglar mumkin bugun juda ham g'alati havo, juda ham настроение, ya'ni kayfiyatni buzadigan havo. Ko'rishinglar mumkin chang, ozgina shamol ham bor, afsuski. Sababi bu hudud shunaqa, bozor shunaqa hududda joylashib qolgan. Lekin kelinglar, biz boshlaymiz. Biz qaramaymiz hech narsaga. Sizlar uchun mana bugungi syomkamiz bo'ladi, lekin bu syomka qanaqa bo'ladi? Bu syomka endi prямой efir sifatida emas. Oldin bilsangiz, prямой efir qilardik, lekin buni endi sal qiziqtirish uchun asosiy joylarini qirqib mana shunaqangi kerakli joylarini qilamiz. Xo'p, do'stlar, qarshimizda bitta 5 tun B70 bor. Bu 25-yili aka. 24ga 25 aka. O'sha 24-yili ishlab chiqarilgan, 25-yili bizga demak o'zini kirib kelib, 25-yilda dokumentlari bo'lgan mashina. Kelinglar, ko'rishingiz mumkin. Hozir bitta aylanib ko'ramiz. Qaranglar. Xo'p, mashina juda ham uzun, 5 metrga yaqin mashina. Uzun haqiqatan ham. Bu o'sha 5 tun B70 hozir hamma minib yuribdi, ko'rishingiz mumkin. Shahar ko'chalarida endi mashina ham men yaqinda obzor qilaman. Xo'p, tashqi ko'rinishiga ko'rishingiz mumkin. Tekis, kraskalari joyida ko'rinib turibdi, kraskalari yaxshi holatda, hech qanaqangi nimasi ko'rinmayapti tashqi ko'rinishida. Xo'p, balonlariga e'tibor beramiz. Balonlarimiz ham juda ham yaxshi holatda turibdi ekan. Yangi balon. Bor yo'q 3,5 kilometr yurgan xolos. Egalari aytishyapti, aka hech qanaqangi urilgan, kraska, hech narsa yo'q. Faqat 3,5 kilometr yurgan xolos. Salondan kelib uyda turgan, ha? Qoyilmisizlar? Nech pul deyapsiz aka? 21 ming so'rayapti. 21 ming narx so'rayapsizlar. Bozor nech pul qilganini bo'ldimi? Bozor nech pul qildi? Hali bozor ko'rgani yo'q. Birinchi bozormi? Bu birinchi bozormi? Ikkinchi bozor ekan. Qiziqib ketishyapti ekan. Bu shahar ko'chalarida endi paydo bo'lyapti. Bu bizga yangi nima bo'lib qoldi, nima deydi? Yangi model bo'lib kirdi. Asli misol uchun mana o'zlari ham aytishyapti. 24 ga 25. Yaponskiy deyishdi. Motorlari ham yaponskiy ekan, ha, mana ko'rishinglar mumkin. 5 yil garantiyasi bilan ekan, do'stlar. Qaranglar, paketlarini ham yetishmabdi. Mana shu holat turibdi ekan. Nech pul bo'lsa berib olasiz aka? 21 mingdan ozgina sunnatiga o'sha beradi. O'tib beradigan joyi bor. Bularda pozitsiya bo'ladi. Qanaqa pozitsiya? Bilasizmi? 3 pozitsiyasi. 3 ta pozitsiya bo'ladi. Do'stlar, buni o'rganib ko'rishimiz kerak ekan. Tez orada men buni polni obzor qilaman, bilasizlar, men obzor qilib, lekin juda ham yaxshi pozitsiya tushuntirib beraman. Ko'rishingiz mumkin 21 mingga bitta 5 tun B70 2025-yil 24 kirib kelgan, 25 dokumentlari bo'lgan, bor yo'g'i 3,5 ming kilometr. Xo'p. Oyoqdagi kovriklari hamma joydan qo'yib qo'yibdilar. O'zlari haydashga olingan ekan. Juda ham yaxshi holatda turibdi ekan. Buni hech qanaqa aybi, hech narsasi yo'q. Unga propan yoki bir nima o'rnatildimi? Propan o'rnatildi. Hali propani o'rnatilmadi. Lekin o'sha benzinda yurgan bu mashina. Xo'p. Bular bilasizlar, benzin mashinalar. Bu adashmasam atmosferni emas, motor nima-ya bunda? 1.6 turboni. Turbo. Ha. Bilasizlar, turbo motorlariga propan o'rnatiladi. Mana shu holat ekan. Nomerini endi bilsanglar, mana tanishib, nima qilib, telefon raqamlarini ham hozir aytib ketamiz, so'rab olamiz, telefon qilaverasizlar. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, yomon emas. 21 ming ozgina o'tib beradigan joyi bo'lsa, juda ham yaxshi. Bu O'zbekistonga ofitsialni bo'lib kirib kelgan. Aytganlaridek, mana 5 yil garantiyasi bor deyishyapti-ku. Bular o'sha ofitsialni kirib kelgan 5 tunlar. Telefon nomeringiz nechi aka?
50 855 41. Mana eshitdinglar do'stlar, bemalol telefon qilib 589 0996. yana bittasi bor ekan do'stlar, mana shu adashmasliklar uchun yana bitta nomer berishdi. Ikkalasini ham baravar telefon qilib baraka qilishingiz mumkin bo'ladi aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barakasini bersin Shiz aka. Sog' bo'linglar. Ketdik. Keyingisiga boramiz do'stlar. Qaysi mashina? Yo. Qo'shilamikan ozgina likkillash bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Biz hozir anaqangi bo'yinga taqadigan galstukka o'xshagan narsada yuribman. Buni stabilizatori yo'q ekan. Afsuski stabilizatorligini olamiz. BYD yana bitta Sigur bor ekan. Bu kimdan ekan? Sizlardanmi aka? Nech bilyapsizlar? 12700. Ozgina tashabdi narxlar qaytibdi. Bu nechinchi yilligi bu? 23 ha? 23-yil. Bu 405 talikmi? Flying pozitsiyasi ekan. Yangi balon qo'yishibdi. Qancha yurdi aka? 82 ming yuribdi. Tonirovka endi o'ziniki 82 mingga 12700 bilmadim endi qanchaligini. O'zingizlar baho berishinglar mumkin. Kommentariyaga yozib yoki o'zingizlar bemalol savdosini qilishinglar mumkin. Tashqi ko'rinishini ko'ramiz, kelinglar. Vizualni nima holatda? Xo'p. Bu tomon yaxshi, kraskalari yaxshi va ko'zimga ko'rinyapti. Hammasi sizlarga ham ko'rinyapti degan umiddaman. Hech qanaqangi bu yerda aybi yo'q. Bilasizlar, bunaqa mashinalar uncha-unchaga buzilmaydi. Buziladigani ham, misol uchun, batareykasi. Masalan, atak sotiladigan mashina odatda 2023-yil 24-25 larda o'zi sotib olindi. Hamma hali narxiga qiynalib, noto'g'ri tushunib olganlar sotib oldi. Endi faqat mana shunaqangi urilgan bir nima bo'lgan holatda bo'ladi. Chunki bular o'zi bozorga yaxshigina o'tirib bo'ldi. Xo'p, o'ng tomondan ham vizualni ko'ryapmiz, yomon emas. Zaryadkalarni ham berasizlarmi aka? Zaryadka bor. Hamma joy toza aka, kraskalari. Batareyka necha foiz chiqyapti? 100 va telefon nomeringiz nechi aka? 91 202 qaranglar. Do'stlar, nomerini ham mana eshitib oldinglar. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana shunaqa. Bu men faqat bozordagi narxlarni ko'ryapman xolos. To'g'ri, odatda primoy efirda men talashardim, o'zim shaxsiy fikrimni qoldirardim. Lekin buni endi boshqacha tarzda qilaman. Mana bunaqangi syomka qilib, shaxsiy fikrimizni kommentariyada yozganimiz yaxshi. Bular ham tirikchilikka chiqqan. Afsuski, biz ularni yomonlamaymiz. Lekin narxi, men shaxsiy fikrim, bilasizlar, har doimgidek men unaqangi baland baho bermayman mashinaga. Ketib davom etamiz. Xo'sh, endi Havel. Bu Havellar eskidan beri turibdi. Bitta lip motor bor ekan, hozir birgalikda lip motorni ko'ramiz. Sekin mana boramiz. Qani o'zi video qilishga bizga ruxsat berishadimi-kan? Hop, ko'rib turibmiz. Lip motorni eski nimasi, body kitlar taqib qo'yishibdi, ko'rishingiz mumkin. Lip motor C16 tagiga body kit, demak yoniga podnoshka qo'yishgan. Agar tepadagi lidari menga haqiqiyga o'xshab ko'rinib turibdi, lekin uzoqdan qaraganda lider ham obmankaga o'xshayapti. Ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi pozitsiyaligi aniq ekan. Ko'ramiz, uchinchi pozitsiyami yo'qmi? Bular menimcha o'sha eski modeldan lip motorli birinchi kelgan 24-yil oxirida kelgan lip motorlardan bo'ladi. Rangi ham juda ham neobычный. Buni mokriy asfalt ko'pchilik yaxshi ko'rgan mashina. Xo'p, nima tashqi ko'rinishida aytishimiz mumkin? Tashqi ko'rinishi yomon emas. Yomon emas. Hech qanaqangi ko'zga ko'rinadigan vahimali bir nima ko'rmayapman. Broneplyonka ko'ryapman. Ozgina eskirib qolibdi broneplonkasi ham. Kelinglar, yana davom etamiz. Video qilishga o'zi ruxsat berishadimi, yo'qmi? Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi aka? Tirikchilikmi yo o'zingizmi? Tirikchilikmi? Aka, o'zingizmisiz? Buni oldingizmi endi? Juda ham yaxshi. Qani nima bo'ldi? Hyper GT. Sotildimi? Hozir birga aytib so'raymiz. Hyper GT nechaga ketdi? Pulga ketdi aka. Assalomu alaykum. 20 mingga? Malades. Bu 2 mi 3 mi? 3 ekan. Demak, mana bu obmanka emas ekan. Men hozir qo'lim bilan yozgacha, yo'q, obmanka emas. Uzoqda obmankaga o'xshaydi. 3-pozitsiya 20. Bu 20 to'g'ri? 24-yil. Mana o'zi aytganimdek, hop, balonlarini ham o'zgartirish, yangi balonlar qo'yish to'rtda. Hop, ichini ko'ramiz, ichki holati. Ha, mana qanday nakitkalar qo'yib qo'yishdi, yaxshi, sal yedirilmay turadi. Atay bu narsalar bilasizlar, nakitka qo'ymasa, shimimizni qanaqadir nimalar yedirib, sidirib yuboradi. Hop, ko'rishimiz mumkin. Hop, hadavoy qancha yurganini ko'ramiz. 43 ming kilometr bosib qo'yibdi. Hop,
mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Demak, bu дополнительный opsiyada kelgan mashina ekan. Buni ham $750 ga дополнительный opsiyada qo'shilgan o'sha payti. Buni bilganlar biladi. Xo'p. Kelinglar, texnik holatini ko'ramiz. Ha, mana bu texnik holat qanaqa aka buni? Ko'rdik. Ha, kapot krilo, plyonka. Ha. Tonirovka bor ekan. Bu kuzov tozami? Kuzov toza, kraska yo'q. Nech pulga sotyapsiz? Nech pul? 27,5 27,5 ming. 26 qilyapti. 26 qilyaptimi? Yomon emas, mashina yaxshi. Qayerdan olib keldingiz mashinani? Namangandan topdingizmi? Shu yerda bitadimi? Nomingizga olib oldingizmi o'sha? Qoyil. 26 ming qilyapti ekan bozor. Yomon emas-a do'stlar? Yomon emas. Nechida nomeringiz? 94lik 910 0006. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Yana bitta, yana davom ettirib qo'yamiz. Sizlar uchun yana bu kam deganlarga. Men aytdim, nimasiz bor-a? Zazorov o'ynab ketgan ham aytdi. Ana? Zazorov o'ynab ketganda aytdi. Regulirovkadan qochgan deysiz-da. Xo'p. Kelinglar, sizlar uchun holatlarni ham yana bitta ko'rib beramiz. Bu yerda yaxshi. Xo'p, vizualni yaxshi. Xo'p. Rammalari yaxshi. Eshiklardan birsa bo'ladi-da do'stlar. Xo'p, ichi ham yomon emas. YouTube'da o'rnatib qo'ygan. Bilasizlar, bu yurgan mashina hamma joyni qilishadi. Xo'p, mashinani hidi ozgina kiska bo'lib qoldi. Kelinglar, orqasini ham ochib ko'ramiz. Xo'p, orqasini ko'rsak, tak. Orqasida nima bo'lyapti ekan? Mendan ochib mashina turishlar bo'lsanglar, ne qarab turib, urilganmi yo'qmi, zazori qochganmi yo'qmi so'raysiz, biladi. Negadir men tarafda zazori qochgan. Bilasizlarmi? Zazori qochganmi yana? Toza deyishyapti. Nimasini? Kraskalarini, lekin buni bir tekshirtirib ko'rinadi. Shundoq qarab turib, shu yerdan hozir men o'zim uchun qanaqadir xulosa chiqardim, lekin bu oxirgi xulosa emas. Buni albatta ko'rib, tekshirib ko'rib bilinadi. Lekin vizualni ko'rinib turibdi. Farqi yo'q, ranglarda ham farqi yo'q. Kelinglar, o'sha tomonda farqini ko'ramiz. Qanchalik bu shunaqa o'zgarish beradimi yo'qmi? Xo'p, yo'q, meni ko'zimga bilinmayapti, lekin afsusan uni nimasi qaranglar, sizlarga ham ko'rinyapti mana bu. Qanaqadir zazor o'ynab qolgan. Buni bilish kerak, buni kraskasi toza deyishyapti. Qanchalik to'g'ri bilmayman. Qiyin-ko'k balonlar, yumshoq qimmat balon taqib qo'yishibdi. Yomon emas, 26 ming qilishsa, telefon raqamlarini ko'rdinglar. Yana ham ozgina gaplashsa bo'ladi. 3-pozitsiya 24-yil avgust oyidagi mashina bu. Avgust, sentyabrda kelgan mashinalar, birinchi kelganlari. Juda ham chiroyli holatda, 3-pozitsiya ekan, gibrid. Yomon emas. Ketdik, davom etamiz do'stlar. Xo'p, yana qanaqa mashina aytibdi? Havel bor ekan. Kelinglar, Havelni ham ko'rib qo'yamiz. Egalari bilan agar ma'qul topishsak, agar egalari xo'p deysa, va xolasa video qilamiz. Mana bu Havelni qaranglar, sizlarga rangini ko'rsataman, shu dahshat rang. Hormaylar aka, assalomu alaykum. Video qilsam bo'ladimi? Ha? Ish bilyapsiz mashinani aka? 44 ming? Havel H9 44 ming, rangi ham rallambalo, yomon emas. 44 mingga men bu Havellarga oldin tushunmaganman, lekin buni aytishyapti. 1.6 motorli deyishyapti. Agar kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Shuncha gavdaga 1.6 motor qanchalik bo'ladi bilmayman. Mana shuni Havelni 1.6 deyishyapti. Bu endi atmosfera emas, bu nima deydi? Turbo twin turbo deydi. Mana shunaqa. 2.2 mi bunda? Ha, demak, men adashibman, 2.2 motor ekan. Kameraga olish mumkin emas deyishdi, lekin o'zlari mana noto'g'ri ma'lumot berib qo'yapti, qo'rqib 2.2 motorda qo'shilishyapti. Yomon emas-a, do'stlar? Buni ham bir obzor qilaman. Xudo xolasa ketdik. Davom etamiz. 44 mingga qanchalik bo'ladi? Nomerlarni olmaymiz. Sababi xohlamadilar, nomerlarini ham boshqasini ham qo'yishdi. Ketdik, davom etamiz. Bozorda nimalar bor? Nimaga bunaqa video qilayotganimni tushunmaganlar uchun yana bitta boshdan qaytib, nimaga endi mantiq qayerda deyishingiz mumkin. Kelib olib bozorda aylanib yurib,
narxlar so'rab yurib, nima mantiq degan savol bor. To'g'ri, menda mantiq boshqa narsa. Bu meni yana qaytarib aytaman. Qiziquvchi kasbim, qiziqqan kasbim, kasb ham emas, bu qandaydir hobbi desa bo'ladi. Yaxshi ko'raman. Mana shunaqangi mashinalarga o'zi qiziqaman, ayniqsa Xitoy mashinalari sotib boshqa qilganimiz uchun, farqiga borganimiz uchun men qiziqaman. Shuning uchun aylanib sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilaman. Agar qanaqadir foyda teggan bo'lsa, manfaatli bo'lsa, o'sha like bosib, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Xo'p, yana bitta 5 chun bor ekan bu yerda. Bu haligi 5 chunni B70 dir. Bular ko'payib qoldi. B70lar. Buni bular ko'ramiz, nimasi aybi bor. Bu juda ham ko'payib qoldi bu mashina. Hozir aybi bormi, yo'qmi bilamiz. Buni qachon bilamiz? Menga obuna bo'lsanglar, men bu haqida 20 daqiqalik sizlar uchun obzor, ya'ni unaqangi voy aytib bunaqa, beti bunaqa emas, konkretniy obzor qilib beraman. Buning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, bu nima ekan? Xo'p, qarang, bu bilmadim. Buni juda ham kamdan kam kelgan 21-yillar kirib kelgan bu mashina. Kelinglar, birgalikda so'raymiz. Aka, hormanglar. Video qilsam biladimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Bu mashinaning nomi nima? 599. 500 mana bunaqa chiqqanmi oldin? Bu yangi chiqqan nimasimi? Oq puli bu, oxirgi 99da. Ya, tushundim. Mana nimasini aytaman? Nima deydi? Ya, bu mashina haqida emas, mana nimasi bor-ku. 500niki, men 500niki demas ekanman, qarang. Emblemasi boshqa ekan. 500 T90 mi bu? 99. Qoyalar, qarang, mana ismi chiqib qopti. Yo, men bilmayganimni haqiqatan tan olaman. 44 ming yurgan, T99 500. Toza deyishyapti. Yili necha deyapsiz buni? 23,5 ming narxi, yili ham 23-yil ekan. Netlarni boplagan ekan. Qaranglar. Mana qanaqa deylar? 360 bor. Hamma joyi bormi? Qaranglar, men endi ko'rishim, bunaqa modelini endi ko'rishim. Balki men o'zimni profil deb ko'rmayman, lekin bunaqa modelini men kerak bo'lsa bozorda ham ko'rmagan edim. T99 500 deyishyapti. Qaranglar. Bularning ham orqalari ham boshqacha, chiroyli qilib qilingan. Ko'rinib turibdi, lekin arzon plastik, lekin qanaqadir did bilan qilingan. 500 ekan. Qaranglar, T99 ekan. Xo'p. Balonlarning holati yaxshi ekan. Emas, 23,5 ming yurgan o'zini balonda ekan-a? O'zini radni balonda. Bunga nima ham o'rnatilganmi? Met propan? Yo'q, propan yo'q. Propan yo'q. Ha, bular. Ha, bu ham aksiyalarga kirib kelgan-a? Qoyil, yomon emas, 23,5 ming deyapsiz. Bozorni nech pul qildi aka? So'rab ketishyapti aka. Hali men jazman bo'lgan, endi bozor endi boshlandi. Ha. Yomon emas. Kelishni beramiz, obunachilar. Buni bo'lib to'lash bir nima ham bormi? Bo'lib to'lash yo'q, endi bir oylarga anaqa u qilib Kelishsa bo'ladi. Barter xizmatlarimiz bor. Telefon nomeringiz nechi? 550 82. Telefon qilaversa bitta ichini o'tirib ko'rsam, maylimi? Xo'p, kelinglar do'stlar, ichini ham bitta ko'ramiz. Ikkitadan multimedia, даже 3 ta ekan. Xo'p, bu yerda asosan menimcha kondisioner boshqa narsalar multimediani boshqarsa, bu video bir nima ko'rgani va asosiy konsol. Xo'p, bu yerda bunimiz menimcha cruise controlniki bo'lsa kerak. Ha, sensor. Panellar sensor ekan do'stlar, knopочный. Sensor. Yomon emas. Bular ham sensor, tepadagi va tepadagi nimalar ham sensor ekan. Tak. Ha, demak yomon emas. Do'stlar 23,5 mingga arziydi. Aka 23-yil 23,5 ming narx aytdingiz, 44 ming kilometr yurgan-a. Qarang, o'zimni gapirmay, o'zim adashib ketibman, qarang. Yomon emas, panorama tom, yomon emas. 2 turbo motor. 2 turbo. Juda yaxshi do'stlar. Yomon emas, 23,5 ming ozgina o'tib bergan joy bo'lsa, yana 1-2 oy, 3 oy даже qo'yib berishlari ham mumkin. 1 oy deyishyapti, endi gaplashsa bo'ladi. Yomon emas do'stlar.
toza deyishyapti, lekin buni ham tekshirib olish kerak. 360 gradus ko'ryapman. Xo'p. Cruise control bor ekan, cruise controlni ko'rdim. Xo'p. Bu yerda nima? Parkovочный radarlar ko'ryapman. Tepada cruise control uchun kameralar. 1.24-yildan keyin adaptivniy cruise control bo'lishi uchun mana bunaqangi pastda anaqangi lidar tizimi ham chiqmayapti o'zi. Hozir lidar tizimi 23-24-yillarda, 25-yillargacha texnologiya bo'lgan bo'lsa, hozir mana bunaqangi kameralar texnologiya. Mana shu kameraning o'zi ham lidar ham boshqa lazerli tizimlarda o'rnini oladigan holatga kelib qolgan. Kelinglar, davom etamiz. Yomon emas. Do'stlar, nimaga men bu videoni qilyapman? Ko'ryapsizlarmi mana hozir? Bitta, ikkita, uchta, to'rttadan kerak bo'lsa mana mashinalar ko'ryapmiz. Hamma bunaqa qilib tursam ham bo'lardi, lekin menga bu narsa qandaydir erishdek tuyulardi. Kelgan odamga nech pul bo'ldi, nima bo'ldi bilan ish bitmaydi. Uni ko'rish kerak. Hech bo'lmaganda vizualni, hech bo'lmaganda odamning o'zini qanaqaligini ham suhbatdan bilsa bo'ladi. Ketdik, davom etamiz. Flip motor ko'ryapman, Lisan ko'ryapman. Yana bitta oxirida yo'q, bo'ldi. Mana shu ikkita Xitoy mashina ekan. Kelinglar, narxini ko'ramiz. Flip motor C01. Xo'p, lidar qo'yilgan abmanka bu gibrid ekan, ko'rinib turibdi. Xo'p. Bu yerda Face ID-si ko'rinyapti. Demak, ikkinchi pozitsiyasi yoki uchinchi pozitsiyasi bo'lishi mumkin. Buni ham qilamiz, lekin bularda lidar bo'lmagan. Xo'p, nima deymiz ichini? Xo'p. Yomon emas. Salon shikolatini tanlangan ekan. Holati yaxshi. Aka, sizlardan mashina? Nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsizlar aka? 23 ming. Qancha yurdi aka? 100 ming yurgan a? Xo'p, kelinglar, vizualni ko'ramiz. Tashqi ko'rinishi yomon emas. Sizlarda ham ko'rinyaptimi? Xudo yondan qarasa o'zi ko'rinadi. Qadir budur qanaqangi valnalar ko'rinishi mumkin. Agar o'zi zo'r men chiqaradigan ham chiqara olmaydi. Ularda Xitoy nimasi juda nima emas. Shuning uchun, xo'p, nima deymiz? Orqasi yaxshi holatda, aytlanib ko'rsak. Mashina tozami? Top-toza, bo'l. Ha, o'zinikimi? Ha, juda yaxshi. Qani? Bu tomondan ham ko'ramiz. Xo'p. Vizualni yomon emas, ko'rinib turibdi, lekin mana bitta nimadir o'zini valnasi ekan. Ha, nima deymiz? Balonlarni yangi qo'yishibdi. Xo'p. Bu 3 yo 2 mi bu? 3 mi? Nima farqi bo'ladi 3 bilan 2 ni? Bilasizmi? Ha. Ichki holati yomon emas. Kraskalar tozami? Ha. Kiyamiz bor, Lexusimiz bor. Lisan ham sizlardanmi? Buni ham hozir birgalikda ko'ramiz. 23,5 mingga. 23 ming dedingizmi? Rullari ham ozgina bo'lib qolibdi. Buni o'zi borlar qilib berishadi. Xo'p. Qildirib olsa bo'ladi, $50 bilan. Zo'r shikarni rul qilib olsa bo'ladi. Endi yedirilib qoladi. 100 ming kilometr yurgan. Bu gibrid, batareykasi kichkina bo'ladi. Batareykasi katta rol o'ynamaydi bunda. Nima deymiz? Yomon emas. Yomon emas. Tonirovkalar ruxsati bor. Bunaqami? Telefon nomeri nechi? 91 151 0505. Do'stlar, mana sizlar uchun mana vizualni ko'rib qo'yapman. Tashqi ko'rinishi vizualni yomon emas. Men baribir tekshirib oladi kim bo'lsa ham. Men sizlarga aytgan mana bu tizim bor-ku, pastda turburchi. Ha, bormi fitna? Ha, ana. Lekin suhbat davomida chiqib kelaveradi va ko'z aldaydi. Xo'p, mana shu yerda fitna bor deyishyapti. Haqiqatda mana bizgacha kelgan mana qo'lim g'adir-budir bor mana shu yerda. Haqiqatda mana g'adir-budir bo'linyapti. Ha. Bular qiyin. O'shaning uchun bularda fitna sraz bilinadi. Bular qilish qiyin. Xo'p, Lisan. Bu Lisanni nech pul deyapsizlar? Sizlardan bu? 50 ming. 50 ming? Xo'p. Ko'ramiz. Mana shu yerda bor ekan, bilinyapti, qo'lda bilinyapti. Xo'p. Oldida kapotta fitna ko'rdim. Lisan balonlari. Qancha yurdi mashina? 49 ming. 49 ming yurgan.
Xo'p, qarang, vizualni yana bitta ko'ramiz. Nima holatda? Ma? Xo'p. Ha, ta'minotga ruxsati bor. Broni plyonkasi bor ekan, do'stlar. Ariq ham haklab o'tib ketishgan ekan. Qo'y. Bu endi o'sha maza qilib minilgan mashina. Xo'p, ko'rinib turibdi. Broni plyonka qilingan. Tarjimonlargacha ham qilingan ekan broni plonkalari. Xo'p, nima deymiz? Yomon emas, hozir narxlarini ham ko'ramiz. Tak. Orqasidan ham yetib olingan ekan. Hop, orqasida bunda nima bormi? Yo'q. Kraskasi yo'qmi? Yo'q. Ha. Faqat o'sha yerda bor xolosmi yo boshqa joyda ham bormi? Bor, Xo'p, vizualni holati yomon emas. Ochildimi mashina? Ha, pul ketib qopti. Buni nech pul deyapsiz? 50 ming. 50 ming. Bozor nech pul qildi? Bugun chiqdi aka. Ha, bugun ham chiqildimi? Ha. Bu mazam bitta bozor ko'rish kerak ekan. Chiroyli qilamiz. Ha, juda yaxshi. Telefon qilib boshqa bo'laveradi. Xo'p, nima deymiz? Ya, men faqat Xitoy mashinalari o'zim menda Xitoy mashinalari. Hozir Xitoy mashinalarini o'zim ishiga kirib shug'ullanaman, qiziqaman. Bu GM bularda Kia piyalar ular endi o'zini mutaxassislari bordir. Endi men tushunganim uchun hech bo'lmaganda shuni olib boraman. Xo'p, nima deymiz? Lisang 2023 bu? 23 Max. Yo, Max emas ekan, bu даже Max ham emas ekan, do'stlar. Max ham emas ekan, bu Abmanka bu. Bu Abmanka bu o'sha ikkinchi pozitsiyasi. Airdan bitta keyingi tepa pozitsiyasi bu. Даже Max ham emas ekan, 50 ming deyishyapti. Ham bozor. Mana nima deymiz endi? Bozor bu hamma o'zining narxini qo'yib sotadi. Ikkinchi pozitsiyasi ekan 23-yil ekan. Aytib qo'yay. 50 ming deyishyapti. Broni plyonka qilingan, endi o'zlari uchun qilishgan. Bu endi broni plyonkani prям 3 yildan keyin narxiga qo'shish qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mana shunaqangi ma'lumotlar berishdi. Ketdik, davom etamiz. Mana bu cherryni ko'ryapsizlarmi? Cherrylar rosa ko'paydi. Bu o'sha o'zimiz Jizzaxdan ishlab chiqarilayotgan cherrylar. Qarang, o'zimizni maqtanishimiz kerak. Mana o'tgan kuni bitta Qozoq bloger aytayapti, O'zbekiston deyapti, o'zini o'sha avtopromlarini kuchaytirib yubordi deyapti. Bitta emas, ikkita emas, 3ta, 4tadan kerak bo'lsa zavodlar qurildi deyapti. To'g'ri, haqiqatan ham kuchayib ketdi. Oxirgi payt bizda avtoprom buni tan olish kerak. Oldin faqat GM bo'lsa, hozir mana bizda qo'shma korxonalar Cherry kelgan. Cherrydan 2-3 xil kamida 4 xil pozitsiya chiqyapti, mashinalar 4 xil pozitsiyada, ya'ni 4 xil tur mashinalar chiqyapti. Bundan tashqari boshqa Isuzu, yana boshqa mashinalar zavodlari kirib kelgan va o'shalar hozir ishlab chiqarilib O'zbekistonda ichiga va eksportga ham chiqyapti. Bu juda ham yaxshi narsa, do'stlar. Kelinglar, davom etamiz. Nimalar bor? GMlar har doimgidek biz oldin bitta mana hozir Xitoy mashina Lisang ko'ryapman. Keyin Lisang ko'rib olamiz. Keyin undan keyin bu nariyoqqa ham o'tamiz. Shinneray turibdi, Shinnerayni ko'ramiz. Keyin davom etamiz ekan. Ketdik. Xo'p, bitta lip motor bor ekan. Tak, ko'ryapmiz, Abmanka ikkinchi pozitsiya bu. 833 xo'p. Bu tanish nomeri. Xo'p. Vizualni ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi yomon emas. Hech qanaqangi kuzovda ko'rinmayapti. Balonlarning holati sizlarga ko'rinayotgandir, yaxshi holatda. Xo'p, podnoshkalar qo'yib qo'yilgan. Lip motornikini qo'yib qo'yishibdi. Endi buni Xitoydan zakaz qilsa bo'ladi. Ko'rinib turibdi, даже paketlari ham yaqindan olingani uchun chala olingan. Yangi qo'yilgan ekan podnoshka, nomer. Tak, mashinani balonlarini ham yangi qo'yib qo'yishibdi. Atrofini aylansak, xo'p, eshigida qanaqadir nimaga o'xshab turibdi. Kelinglar, hozir egalari kelsa sotamiz. Kimdan ekan mashina? Sizlardanmi aka, hormanglar? Xo'p. Nech pul deyapsizlar mashinani aka? 27,5. 20 necha 3mi, 4mi bu? 24mi? İkinci pozitsiya 24. Hibrid 27,5 ming. Ko'ziplari hamma joyi toza holatda. Xo'p, kelinglar. Yurganni ham bitta ko'ramiz. Xo'p, salonni ko'ramiz.
Birinchi o'rinda ko'ramiz 33.000 kilometr. Ha, ezib yuborilmagan. Buni kilometrdan ham bilsa bo'ladi. Ezilmagan mashina bor yo'q, 33.000 kilometr yuribdi. Hech gap emas buncha yurish. Kerak bo'lsa yarim yil, 6 oyda ham yursa bo'ladi, yuraman degan odam. Shuning uchun yonmas. Hidi ham bunaqangi bo'g'ilgan hidi emas. Xo'p, nima deymiz? Ichki ko'rinishi to'g'ri, har doimgidek o'sha bir xil. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Hech qanaqangi bir wow narsa yo'q bu yerda. Hammasi bir xil bular. Ikkinchi pozitsiya standart holatda. Tak. Nimalar ko'rishingiz mumkin? Dop qo'shilgan ekan. Asosiylardan bittasi dop qo'shilgan. Aytganimdek 33.000 kilometr yurgan. Batareyasi ham holati yomon bo'lmaydi. 33.000 kilometrda faqat biz bilishimiz kerak bo'ladigan narsa kuzovi yaxshimi yo'qmi, kraska bormi yo'qmi, mana shu yerdan ko'ramiz. Yog' almashtirilganmi yo'qmi. Endi boshqa bularda texnik holati katta o'zgarish berib yubormaydi. Yommas 27.5 mingga yomon emas. Ozgina narxini gaplashsa bo'ladi. Sizlarga ham ko'rinyaptimi egalari? Mana shu akalar kelib mana shu narxni so'rashyapti ekan. Xo'p, ketdi, davom etamiz. Nima bor? Shiniraylar ko'ryapman. Shiniraylardan ham so'rab qo'yamiz. Ketdik. Xo'p. O oxirida bitta shiniray ko'rdim. Unga o'taman. Tak bitta bizda Julian bor ekan. Kelinglar, Juliandan so'rab ko'ramiz. Bular menimcha savdo qilishyapti. Shekilli, Havel, Julian. Men savdo qilishyapti. Ketdi, boshqa o'taylik. Hozircha Havelda emas, u yerda bitta shinray ko'rgan edim. Sizlar mana bu Jackni sizlar ham bitta ko'rishinglar kerak. Pikap. Men juda ham yaxshi ko'raman bu pikapni o'zi. Farqi yo'q. U Toyota bo'ladimi, u bilmayman, Jack bo'ladimi, umuman boshqa bitta любой bitta nima bo'ladimi, zavod bo'ladimi, firma bo'ladimi, farqi yo'q. Pikapmi, pikap yaxshi ko'raman. Xo'p, yomon emas. Pikapni oldini ko'ramiz. Xo'p, texnik holatini ko'ramiz. Balonlarini ko'rishimiz mumkin. Mashina yurgan, o'zini balonda turibdi ekan. Xo'p, nimalarni ko'rishimiz mumkin? Eshik, bufer, hamma joylarni ko'ryapmiz. Toza, kraskalarda hech qanaqangi texnik nosozlik ko'rinmayapti. Balkim yana bir so'rab ko'ramiz. Lekin savdo qilinyapti ekan. Juda ham katta, qaranglar, uzoqdan ko'rinsa qaranglar. 5,5 metr bo'lsa kerak uzunligi, 4 talik, juda ham bahaybat. Hozir bitta narxini so'raymiz. Bular menimcha agar savdo qilmayotgan bo'lsa, hozir birgalikda so'raymiz. Assalomu alaykum, hormanglar. Nech pul deyapsizlar mashinani? Xo'p. Orqasini qaranglar, qanaqangi. Zo'r maza. Ularnikimi mashina? 20 ming. 20 ming. Yomonmasa, qaranglar do'stlar. Mexanический. O mexanический ham bo'larmikan? Qoyili. Orqasida bir 4 kuba joy bor, 5 kuba bo'lmasa agar, sal pasaytgan bo'lishi mumkin. 2 turbo motor ekan. Xo'p, 4 ta balon tortadigan ekan. Differensiallari bo'ladi degani, bu degani differensialli mashina ekan. Orqasi ham yomon emas, pikapga, misol pikap orqasi yomon emas. Kattagina. Xo'p, buni ko'ramiz. Xo'p. Blokirovkalari qayerda buni? Blokirovka differensiali qayerda buni? Bu 4 ta balon tortadiganimi? Ruchnoy коробка, to'g'rimi? Dehqonchilikmi? O'zlariniki mashina. Nech pul deyapti bozori? Bozor hali hech nima degani yo'q. Buni ishqibozlikka qarab demasa shu. Ha, mana blokirovka differensial knopkalarda. Blokirovka bosiladi, 4 ta balon, 2 ta balon qilsa bo'ladi. Skorost 30 скоростной ekan qaranglar. Xo'p, ruchnoy коробка ekan. Yili 21 mi, 22 mi? 24. 24 mi? Qoyir. 10.600 Qancha? Moy almashgan qoldi. Bir to'g'ri 10.600 kilometr yuribdi. Bir bor moy Dahshatku. xolos. Nech pul deyapsiz? Endi o'zim bozorga qarab 20 ming deyapman, xolos. Endi nima qilamiz? Pul yo'q, undaqa xaridor yo'q. Iyi. Qarang, shunaqangi zo'r mashinani-ya. Men yaxshi ko'raman, pikap zo'r mashina. Ayniqsa qishloq sharoit, tog' sharoitida voy, mazza qilasiz. Chodayda o'zlaring olgansizlar-a?
yana boshqasini bundan o'zini oluvdik, endi nazarimiz nimada? Omadingizni bersin aka. Savdoingizni bersin, lekin 20 mingga yomon emas, ochig'i yomon emas. Zo'r mashina. Yog'ini endi almashtirdi deyapsiz. Даже balonlari ham holati yomon emas. Qoyila, 20 ming dollar. Do'stlar, telefon raqamingiz nechi? Anaqa yozib qo'ygan. Davaychi, hozir olamiz, ko'ramiz. Oldiga ekan. Propani ham qo'yilgan. Propan ham bor. 72 talik propan qo'yib qo'ygan. Qoyili. Raqam ko'ryapsizlarmi? Tezgina telefon qilinglar do'stlar. 20 ming dollar. Yana unchumchasiga gaplashib berishadi. Yaxshi insonga o'xshashyapti. Yaxshi insonlar. Chodiylik. O'sha sharsharani egasi. Ha. Oynak sharshara. Choynak sharshara. Bo'ldi. Barakasini bersin bozorlayni aka. Sog' bo'linglar, telefon qilinglar. Yomon emas, 20 ming dollarga yomon emas. Qaranglar, qanchalik baquvvat, qanchalik katta mashina. To'g'ri ruchnoy bo'lishi mumkin. Endi tog' sharoitida ruchnoy bu juda ham og'ir holatlarga mo'ljallanganligi uchun avtomat korobka ba'zida dosh bera olmay qolishi mumkin yoki kuchi yetmasligi mumkin. Shuning uchun ruchnoy korobka qilingan bu mashinalarda juda zo'ra 20 ming dollarga, 20 ming dollarga. Hop. Nima deymiz? Bugun bozorga Xitoy mashinalari shular chiqibdi. Narxlarni birgalikda kelishdik, ko'rdingiz. Men talashmadim, afsuski talashishga hojat ham yo'q ekan. Bular bilan gaplashib, o'zingizlar telefon raqamiga telefon qilib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Hech bo'lmaganda narxlarni, primerni qancha bo'lib turganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, nima deymiz? Bugungi bozorimiz unaqa barordan keldi ham deya olmaymiz, lekin yomon ham bo'ldi deya olmaymiz. Xo'p, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Men mana shunaqa bozorlarga chiqib, Xitoy mashinalarining o'rtacha narxlarini chiqarib yuraman. Именно Xitoy mashinalari sababi o'zim qiziqaman va bu mashinalarda hali ikkilamchi bozor standarti yo'q. Shuning uchun men mana shunga qilishga qaror qilganman. GM, boshqa Kia, boshqa mashinalar hammasining standarti bor va menga o'xshagan hamma buni ko'radi, boshqa qiladi. Uni men siz ham bilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men o'zim Xitoy mashinalariga qiziqqanim uchun sizlar uchun qo'ldan kelgancha Xitoy mashinalari haqida ma'lumotlar, narxlari to'g'risida, bozordagi holat to'g'risida aytib yuraman. Xudo xolasa do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Sababi meni opa meni gapimga qo'shtirishmaydi. Vechini mana shu nima gaplar. Endi bular ham pulga o'tirishadi. Ana ko'rinyapti opa. Ha, shunaqa qilib o'tirishadi. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bugungi obzorimiz nihoyasiga yetdi.